Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Bu kitapның, roşan Kur'anның ayatlaridir. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqchu deb armon qiladi. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Ey Muhammed, ularni yani kuffarlarni mayliga qo'yvat, yeb ichib o'ynab kulib yursin. Ular behuda orzular bilan bo'lavermisin. Ular uzoq qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Va ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Biz qandoq bir shaharni aloq qilmayli, faqat uning aloq bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Har qandaq ummatning aloq bo'ladigan vaqti ilgari surilmaydi, ham kechiktirilmaydi. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Ular aytdi: "Ey Qur'on nozil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين." Agar sen men Rasulullah degan so'zingda rostchilardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga elib kelsangchu, ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqdalar nozil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi, ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va uni cho'qim qo'g'daymiz. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Shubhisizki seningdan ilgari burunqi har qaysi toifalarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Ular o'zlariga payg'ambar kelsila uni masxir qilishdi. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Shundaq masxir qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan, ya'ni burundan tartib payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni Allohning aloq qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Biz ularga osmondan bir eshik ichib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab, olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi? لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi. Balkim sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezdik. وحفظناها من كل شيطان رجيم. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
Lekin osmon xabarlarga o'g'irliqchi quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab ketadi, ya'ni halok qiladi. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Yeryüzünü yiyip keng qildik, onunğa tağlarını o'rnatdik. Yeryüzüde her xil tekşi ölçemlik ösümliklerini östürdük. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Yeryüzüde sizler üçün ve sizler rızkını berelmeydiganlar, yani xadimlar ve hayvanlar üçün turmuş lazimetliklerini yarattık. Ularının yemek içmeklerini sizler emas biz yaratımız. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Qandaq narsa bo'lmasin, uning xazinasi, ya'ni xazinaning ochiqchi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Biz yağmurni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yağmur yağdırıp sizlarni sug'ardik. Sizlar hergiz uni saqlash qodir emaslar. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ltiramiz va hammaga varislik qilamiz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keladiganlarni ham haqiqatan bilamiz. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Parvardigoring haqiqatan hisob ilish va jazolash uchun ularni yig'idi. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguchidir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Şek şübhsiz ki biz insan, yani Adem aleyhisselamni qora laydın yasilib şekilge kirgizilgen, çeksi jiranglaydigan quruq laydın yarattık. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Cinlar, yani şeytanlar ve ularının başlığı iblisni ilgiri tütünsüz ot yalqından yaratkan idik. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora laydın yasilib shaklga kirgizilgan, cheksiz jiranglaydigan quruq laydın insonni, ya'ni Odam alayhissalomni yarataman. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ." Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan cheg'imda sizlar uningga sajda qilinglar. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. İlla iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Faqat iblisda sajda qilishdan bosh tortdi. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah, ey iblis, sen nimiş secde qilmaysan dedi. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. İblis, qaralaydın yasab şekilge kirgizib, cheksi jiranglaydigan quruq laydın yaratilgan inson mening secde qilishimga loyiq emas dedi.
قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah aytdi: Sen cennetden yo'qol. Haqiqatan qo'g'landi bo'lding. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. İblis: Parvardigorim, menga xaloyiqlar tirildirilgan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin. Meni oyat qoldirgin, dedi. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Allah: Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi, dedi. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. İblis aytdi: Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalarga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini albatta ozdurman. إلا عبادك منهم المخلصين. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdurolmayman. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah aytdi: Bu men saqlashga tegishli to'g'ri yo'ldir. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdurishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Şübhəsizki, dozaq ularni, ya'ni iblis va uning tavalarining hammasiga va'da qilingan joydir. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'lik odam bor. إن المتقين في جنات وعيون. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-ishil bog' bo'stonlardan, suv, hasal va may qilib turadigan buloqlardan bahramon bo'ladi. Udkhuluha bisalamin aminin. Ularga jannatga omon esan, tinch kiringlar deyiladi. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarashib o'ltirdi. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. Nabbi ibadi anni anal g'afurur rahim. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'limi mag'firat qilguvchiman, nihoyat rahim qilguvchiman. Wa anna azabi huval azabul alim. Mening azobim qattiqdir. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Ularga İbrahimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Öz vaqtida farishtalar İbrahimning yiniga kirib salom berdi. İbrahim biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz dedi. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Ular qo'rqmag'in, biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'lganida nihoyat bilimlik bo'ladigan bir o'g'il, ya'ni Isoq bilan xush xabar beramiz dedi. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. İbrahim, men qeyrig'an tursam, menga bola bilan xush xabar berdinglarmi? Menga nima bilan xush xabar beryapsizlar? dedi.
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Ular, biz sana rast hoş haber verdik, naümit bolmagın, dedi. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. İbrahim, Parvardigarının rahmetinden gumrahlardan başka kimmin naümit bolar, dedi. قال فما خطبكم أيها المرسلون. İbrahim, ey elçiler, nimiş bilen keldinler, dedi. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ular aytdi, biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Faqat Lutning tavallarilar buningdan mustasno. Biz ular, ya'ni Lutning tavallari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutuldiramiz. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Faqat Lutning xotinlar buningdan mustasno. Biz uning cho'qim boshqalar bilan birga azoblanganligini oldin bekitdik. فلما جاء آل لوط المرسلون. Elçiler Lutning oilasiga kelgan chaqda قال إنكم قوم منكرون. Lut, sizlar haqiqatan notunish odamlar-ku, dedi. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Ular aytdi, undaq emas, biz Allohning elchilarimiz, biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shakllanayotgan azobni elib keldik. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Biz sana haqiqatni elib keldik. Biz albatta so'zimizda rostchilmiz. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Keçinin ahırda ailangdakilarni elib yo'lga chiqqin. O'zing ularning orqasida mang'in. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mengiveringlar. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yiltizi quritildi, ya'ni talto'ki saloh qilindi degan hukmni Lutga vahiy qildik. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Sadum shahrining aholisi, ya'ni Lutning qavmi xushal bo'lishib yetib kelishdi. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Lut aytdi, bular mening mehminim, ularga chiqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. واتقوا الله ولا تخزون. Allohdan qo'rqinglar, mehminimni xorlash orqali meni xorlamanglar. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Ular, biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik, dedi. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Lut, bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar, dedi. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarda tengirqab yurishdi. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qon yuzlandi.
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Biz o şəhərni astın-üstün qılıb etdik, yani kömtürüb etdik və onların üstüge yağmurdek sapal taş yağdırdık. İnne fî zâlike leâyâtin lilmutevassimin. Uningda, yani ularga nazil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibrat bor. Ve innaha labisabilin muqim. O shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan ilmi mavjud bo'lib turmoqda. İnne fî zâlike leâyeten lilmu'minin. Buningda mo'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. Aykaliklar şübihsizki zalim idi. Yani kufurda haddidan aşqanlar idi. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. Şuaybning payg'ambarligini inkor qilganligi uchun ularni halok qildik. Ular, yani bu ikki shaharning har ikkilisi şübihsizki aşkarı yol üstüdür. Ey Mekke ahalisi, ulardan ibret almamsızlar? وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Hicrlikler hakikaten peygamberlerini inkar kıldı. Yani ularının Salih aleyhisselamını inkar kılganlığı başka peygamberlerini mi inkar kılganlığıdır. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Ularga möcüzlerimizi keltirdik. Yani taştan çişi tögü çıkırışta kudretimizge dalalet kılıdığan möcüzlerini ularga körsettik. Ular bu möcüzlerden yüz ördü. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Ular azaptan emin bolgan halda tağlarını teşip, bu bizni Allah'ın azabından saklaydı dep öy salattı. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Lekin qattiq çoqqan sahardila ularni halok qildi. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ularning qilgan emgeklari o'zlariga asqatmadi. Yani ularning salgan binaları ularni Allah'ın azabından saqlab qololmadi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Biz osmonlarni, zaminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Ularga chiroyli muomilada bo'lg'in. İnne rabbeke huvel khallaqul alim. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir. Bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Namazda tekrarlanıp durduğun 7 ayetni, yani Sure Fatiha'ni ve Ulu Kur'an'ni hakikaten sana ata kıldık. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Bazı kapırlarının biz bəhrəman qılğan nərslərə göz salmağın. Onlarının iman etməğanlığından qaygırmağın. Möminlərə kəmtər bolğun. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. Mən həqiqətən sizlərni Allah'ın azabının nazil bolışıdan aşkarı agahlandırğucuman degin. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. Parçalıvat küçülərə, yəni Yahudilar və Nasaralarga Tevrat bilan İncilni nazil qılğandək, sana Sure Fatiha bilan Ulu Kur'an'ı nazil qıldıq. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. Ular
ya'ni Yahudlar va Nasaralar Qur'onni parcha-parcha qilib ya'ni Qur'onning ba'zisiga ishinib, ba'zisini inkor qildi. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'ttirib qo'ygin. Mushriklarning masxirlariga parvo qilmag'in. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ Seni masxir qilguvchilarga biz cho'qim tetimiz. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoq qolmay ishning oqibatini biladi. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Parvardigoringga hamd sana va tasbih aytqin, ham sajda qilguvchilardan bo'lg'in. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajiling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin.